48 oy muddatgacha bugundan boshlab ushbu Haval M6 modelini ham sizlar uchun qilib berishga qaror qildim. Agar imkoniyatlar bo'lib, Julion yoki именно shu M6 modelini xarid qiladigan bo'lsangiz, M6 modelini xarid qilgan mijozlarimiz uchun 48 oy muddatgacha xohlasanglar lizingga, ya'ni zavod bilan o'zaro shartnoma qilish orqali foizsiz qilib beraman yoki 48 oy muddatgacha o'zingizning nomingizga ham shu avtomobilni qilib berishim mumkin bo'ladi. Именно oldingi videolarimizda ko'rib murojaat qilgan mijozlarimizning talab va takliflariga binoan o'zimning nomimga chiqadigan variant yo'qmi? Shunaqa bo'lsa olardim deb ko'p savollar bo'ldi. Shu blogerimiz taklif qilgani uchun o'rganib chiqdik va mijozlarning talablariga binoan 48 oylik foizsiz o'zining nomiga chiqadigan variantini ham ishlab chiqdik. Ushbu avtomobil 249 milliondan boshlanadi, 280 milliongacha tan narxi. Ushbu avtomobilni pozitsiyasiga qarab, boshlang'ich to'lovingizga qarab, maksimalni 48 oy muddatgacha рассрочкаga qilib beraman. Avtomobilni ko'rib turibsizlar, почти bizani o'zbek ona mashinalarining ichida Captiva bilan razmeri bir xil bo'ladi. Lekin bitta urg'u berib o'tadigan joyda ushbu avtomobil milliy mashina qatoriga kiritilgan, o'zimizning Jizzax avtosalonida ishlab chiqariladi. 1.5 turbina motor, nemetskiy bo'ladi, 150 ot kuchi bor. Ushbu avtomobilimizning kuzov qismi otsinkovniy metal bo'lgani uchun 12 yillik garantiyasi ham bo'ladi. Qo'shimcha ravishda avtomobilda balon sistemalarini almashtirmaysizlar. MacPherson podveskada nezavisimniy bo'ladi. Alohida ishlaydi. Ko'pchilik mijozlarimiz men olgan avtomobilni orqa podveskasi balka ekan, o'shaning hisobiga men bu rayon hududlarida yurganimda mashina jo'ski bo'lib qoldi, orqaga o'tirgan odam qattiq ekan deb aytayapti. O'shanga yumshoqroq modellar yo'qmi deb aytishadi. Именно shunaqa mijozlar uchun ushbu avtomobilni tavsiya qilaman. Birinchidan alohida ishlaydigan podveskalar MacPherson, beskuluchoy dostup, salonlarini ham bitta tushuntirib o'taman. 55 talik bak hamda eng odamlarni jalb qiladigan narsasi bunda bagaj qismi. Bagaj qismi 8 litrni tashkil qiladi. Ko'rishingiz mumkin. Agar sizlar ushbu avtomobilda yuk tashimoqchi bo'lsangiz ham shunday sidina yotqizsangiz 1700 litr bo'ladi. Bemalol yuk ham tashishingiz mumkin. Shu avtomobilga ma'lumot o'rnida propan qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin propan qo'yish xizmati hozirgi ayni vaqtda ochilmagan, lekin so'nggi oylarda ochilishi rejalashtirilmoqda. Shu ochilgandan keyin avtosalonimizga kelib, garantiya bilan avtomobilga propan qo'ydirishingiz mumkin bo'ladi. Agar ma'lumot o'rnida sizga ma'lum kelmasa, podveskasini bitta ko'rsatsak, mana orqa podveskasi ko'rishingiz mumkin. Alohida nezavisimniy bo'ladi. O'shaning hisobiga ushbu avtomobilda harakatlanayotganingizda juda ham yumshoq harakatlanasizlar. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerak, avtomobilimizni oldi qismini ko'rishingiz mumkin. Hop, sideniyalar shu charmdan matoli qilib ishlab chiqarilgan. Torpedalarimiz yumshoq plastik ishlatilgan. Rullarda xohlasalar skors orqali avtomat ko'rinishida, xohlasalar lepistokdan mexanika ko'rinishida ham ushbu avtomobilni boshqarish mumkin. Ushbu avtomobilimizda qo'shimcha ravishda klimat kontrol, cruise kontrol hamda avtohold sistemalari ham mavjud. Bu avtomobilimizni boshlang'ich eng kami 15% to'lov bilan ham chiqarib berishimiz mumkin bo'ladi. Faqat qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastdagi nomerlar bilan bog'lansanglar, to'liqroq ma'lumot beraman. Ushbu avtomobilimizni orqasiga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Avtomobilimiz orqasi ham juda ham keng. Lukli bo'ladi bu variantimiz. Ma'lumot uchun birinchi pozitsiyamiz mexanika, ikkinchi va uchinchi pozitsiyalarimiz avtomat ko'rinishida bo'ladi. Bu avtomobilimizni hozir ayni vaqtda Rossiyaga qatnayotgan mijozlarimiz bor. Ishonsangiz, kecha 72 ming kilometr yuribdilar. Bitta akamiz 5 oy bo'ldi mashina xarid qilganiga. Rossiyaga qatnaydilar. O'zlari xarid qilganlar uchun juda ham mamnun. Hamda ular o'sha именно 5 yillik avtokreditga xarid qilgan edilar. Shu qatnash jarayonida topilgan mablag'lardan avtomobilni почти yopib bo'libdilar kreditini. Xudo xolisa shu yaqin kunlarda yopaman dedilar.
to'y qilish niyatidaman, undan keyin bir yangilab olaman mashinani dedilar. Avtomobil zo'r xizmat qilyapti deb o'zlari ham maqtadilar. Shunga ushbu avtomobil bo'yicha to'liqroq ma'lumot olish uchun yoki olishni niyat qilgan mijozlarimizni pastdagi nomerlar bilan bog'lanishini so'rab qolaman. Bog'lansanglar, xudo xolasa maksimalniy 1 kun, 2 kunda avtomobilni sraz minib chiqib ketishinglar uchun sharoit qilamiz. Imkoniyatingizga qarab, boshlang'ich to'lovingizga qarab, bexijolat telefon qilib ma'lumot olaveringlar. Mashinani xarid qilasizlarmi, yo'qmi? Men mashinani bo'yicha ma'lumot berishdan haligi charchamayman. Bemalol sizga oliy to'lovlaringiz, boshlang'ich to'lovingiz, tariflarimiz bo'yicha tanishtirishdan mamnun bo'laman. Sizlarni Turon universiteti yonida joylashgan Haval avtosalonida kutib qolaman. Charchamanglar. Kuningiz xayrli, barokatli bo'lsin.